Xo'sh, biz hozir trigonometrik anglitlarda eng sodda trigonometrik angl sinus kvadrat plus kosinus kvadrat teng 1 ekanligini isbotlaymiz. Ya'ni buni isbotlashimiz uchun biz to'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. To'g'ri burchakli uchburchakda mana burchakni alfa deydigan bo'lsam, tomonlar yozaman a va s deb yozib olsam, xo'sh, oldingi videoda Pifagor teoremasini isbotlagan. A kvadrat plus b kvadrat teng s kvadrat degan formulasini isbotlagan. Biz hozir shu formulani qo'llanamiz. Menga sinus alfa kerak. Sinus alfa nimaga teng desa, sinus alfa burchak qarshisi katta gipotenuzaga nisbatan, ya'ni a taqsim s. Kosinus alfa nimaga teng? Yopiq katta gipotenuzaga nisbatan b taqsim s ekan. Endi bularni mendan a topsam bo'ladi, a teng s ko'paytirilgan sinus alfa. Mana topsam s ko'paytirilgan kosinus alfa. Xo'sh, bu ikkalasini endi ikkala tomonni kvadratga ko'tarib yozamiz. Kvadrat ko'tarsa nima bo'ladi? A kvadrat teng s kvadrat sinus kvadrat alfa b kvadrat teng s kvadrat kosinus kvadrat alfa. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, ya'ni mana qo'shadigan bo'lsam nima bo'ladi? A kvadrat plus b kvadrat teng s kvadrat tashqariga chiqarsam sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa chiqadi. A kvadrat plus b kvadrat s kvadratga teng s kvadrat sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa. Mana shu yerdan mana bu ifodani topadigan bo'lsam, formulasi qo'llanadi. Qisqartiriladi. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 degan formulasi qo'llanadi.